Yomg'ir ham yog'ib endi. Qachon tinarkin endi bu yomg'ir? Qanaqa uyga ketaman men nima qilaman? To'xta qizim, manga qara. Isming nima edi? Shirinmiding? Sevinch ismim. Ha, Sevinch. Anu Rahmatjon bilan sevishayotgan sanmiding? Yo'q. To'ppa-to'g'ri qilasan. To'ppa-to'g'ri qilasan. Xulqi buzuq, qirq tarbiyasiz bola u. Mana shu Rahmatjonning orqasidan borib, Bonu degan qiz ketib borgansan maktabdan. Bonu kim? Bonuni bilmaysan. Aytmaganmi senga? O'sha Rahmatjonni deb Bonuni adasi haydab yuborgan, viloyatga ketkizib yuborgan. Adasi kim? Man. O'shanga. Yaxshi qilibsan, gaplashma. Nima bo'lgan maktabingizga o'zi? Ketdim. To'xta qizim, ketmagin, to'xta. Nima? Zo'ntiging bor? Qanaqa ketaman endi men? Kostyumiga yechaman. Bosh kiyilib. Yaxshi. Shuning uchun o'zingga mosini topishing kerak. Sendan so'rayman kim mos emasligini. Shuni o'zingga loyiq ko'rasanmi? Bormaysanmi? O'zi eplaydi. Seni yaxshi ko'raman. Agar men bilan gaplashsang, Etti o'zi eplaydi. Macho, yo'q ketding. Shu hozir aytgan qizingiz bilan shug'ullanaveribman. Qani rezultat? Rezultatni ko'rmayapman. Problema bor. Pul kerak. Pul? Pul hammaga kerak-ku jon. Kerak bo'lsa ishlash kerak. Qani, men hech qanaqa rezultat ko'rmayapman. Sen ishlayotganing boshda har xil va'dalar beruvding menga. Nech pul kerak? 5000. Men senga 10 ming, 5 ming emas ukam. Men hazillashayotganim yo'q. Men hazillashayotganim yo'qsanmi? 5000 dollar kerak. Necha? Nima qilay? Men 20 ming topdim. O'shandan 5000 so'rayman. Ha, yo'q. Shunaqa kelishganmizmi sen bilan? Sen bilan yana nimadan kelishuvding sendan? Ha? Boshda menga nimadan kar qiluvding? Hozirgacha ishlagan pullaring joyiga ketibdi. Ketib bo'ldi. Qati ketdi. Qorningizgami? Baxtiyor. Ko'raman. Mana ko'rib turgan oilalarning hammasi bor-ku. Qiynalgan bechara oilalar. Tushundingmi? Sen o'rayotgan qizlarni otalari mana shu oilalarni qaqshatgan odamlar hisoblanadi. Tushundingmi? Men u pullarni hammasini haqdor odamlarga qaytara olmayman.